Nvidia şirketi haqida. Soda dünyasida sun'iy idrokni oldimizdagi eng cho'ng hodisa deb qarash xohishi bargan sari kuchaymoqda. Shundaqla ular mazkur inqilobni ilgari surish uchun kompyuter o'zga ishlab chiqaruvchi Nvidia shirkatiga yuzlanmoqda. Bu yil 21 fevral Nvidia şirketining bozor qiymati 3 trillion dollarga yetib, olma shirkatidan eshib, pay bozoriga kirgan Amerika shirkatlarining ichida Microsoftdan qolsa ikkinchi o'rinda turdi. Nvidia'ning pay bahosi o'tgan 12 oy ichida 200% ga yaqin oshdi. Undaqda Nvidia'ni buncha alohida qilgani zodi nima? Kelib chiqishi 1993-yili Daniya oshxonasida tamoq yeyish jarayonida qurilgan Nvidia shirkati programmalig'i bo'lgan alohida kompyuter o'zga loyihalaydi. Intel va AMD shirkatlari necha 10 yildan buyon Amerikaning o'zak kasbida hukmron o'rinda turib kelgan edi. Ammo bu shirkatlar ulluq hisoblash va yumshoq detal bartaraf qilishning asosi bo'lgan markaziy bartaraf qilg'ich ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Shuning bilan bir vaqtda Nvidia diqqatini grafik bartaraf qilish birligiga markazlashtirgan edi. Ismidan ma'lum bo'lganidek, GPU rasmlarni texim yaxshi ko'rsatadi. Ya'ni ular oldi bilan video va kompyuter o'yinlariga bog'langan edi. Ammo amaliyot shuni isbotladiki, GPU o'z navbatida yana CPU qila olmaydigan tarzda bir vaqtda hisoblashni amalga oshira oladi. Bu ularni texim energiya tejaydigan va murakkab hisoblash ehtiyojini texim yaxshi qondira oladigan qilgan edi. Vaqtning o'tishiga ergishib, boshqa cho'ng o'zak ishlab chiqaruvchilar o'zlarining GPU'larini bozorga selib, Nvidia shirkati bilan raqobatlashishga boshladi. Ammo Nvidia bu sohada eng dastlabki harakatga o'tganlikdan boshqa shirkatlar o'zlarining GPU ehtiyoji uchun yanada Nvidia'ga tayinishga majbur bo'ldi. Mazkur shirkat o'zining o'zaklarini programmerlar yoqtiradigan yurishlik yumshoq detallari bilan birlashtirdi. Buningdan boshqa, mazkur shirkatning ta'minlash zanjiri uning raqobatchilariga qaraganda texmi ko'p miqdorda, texmi tez va ishonchli holda GPU ishlab chiqarishiga imkoniyat yaratdi. Masalan, avtomobil shirkatlari senzordan kelgan rasm uchurlarini bartaraf qiladigan, shoferlarga yordam beradigan yumshoq detal uchun Nvidia o'zgaga murojaat qilishga boshladi. Hozir Tesla shirkatining barliq avtomobillarida Nvidia shirkatining qattiq detallari bor. Shundaqdimi, toki 2022-yilga qadar Intel bozor qiymati jihatda Nvidia'ning oldida edi. Xitoy virusi vabosi sun'iy idrok inqilobiga sabab bo'ldi. Xitoy virusi vabosi mezgilda Iroq musofirlik xizmat yuzlanishining kuchayishi hamda shuningga ergishib kelgan bulut hisoblashni amalga oshira oladigan sonliq ma'lumot markazlariga bo'lgan ehtiyoj, shundaqla hamma odam uyda o'tirganda videolik o'yinlarga bo'lgan qiziqishning kuchayishi Nvidia'ning kirimining eshishini texmi tezlatdi. Andin OpenAI boshchiligidagi kirimni jilg'isi sun'iy idrokning barliq shirkatlarining savdo usulini o'zgartiradiganligini his qilishga boshladi. Yumshoq detaldan material manbasi qadar Nvidia shirkatining ekologiya sistemasi uni sun'iy idrok ehtiyojini qondirish uchun zo'r miqdorda hisoblash kuchiga ehtiyojli shirkatlarning bosh murojaatgohiga aylantirdi. Shuningdan keyin Nvidia'ning boyligi shiddat bilan oshdi. Bugungi kunda hozirgi pay bahosiga ko'ra uning bozor qiymati 3 trillion dollarga yaqinlashib, olma shirkati bilan o'xshash saviyaga chiqdi. Mazkur shirkatning qurg'uvchilaridan biri va bosh ijroiya amaldori Jensen Huang bultur CNBC'ning ziyoratini qabul qilganda talay bilan mahoratning birikmasining bu shirkatning muvaffaqiyatli turtki bo'lganligini e'tirof qildi. Jensen Huang mundaq dedi: "Biz hamon bir kuni yangi ishlarning yuz beradiganligiga ishongan edik. Qolg'ini talay masalasi edi. Bu yiroqni ko'rarlik emas, haqiqiy yiroqni ko'rarlik tizlatilgan hisoblashdir." Navbatda Amazon, Google, Meta, Microsoft va Oracle qatorliq asosliq fan-texnik shirkatlarining hammasi degudek Nvidia o'zigini ishlatadi. Bloomberg agentligi Nvidia'ning o'zaklarini sun'iy idrok modellarini tarbiyalashdagi asosiy kuch deb atadi. PNC pul muomala mulozimat guruhining tahlilchisi Amanda Agati bultur kuzda mazkur guruhning tahliliga binoan Nvidia'ning bu sohadagi rahbarligini monopolga yaqin deb sifatladi.
Moody'ning yuqori darajalik muavin raisi Raj Joshiga ko'ra, Nvidia sun'iy idrok kasbining qad ko'tarishidagi yetakchi muassasa ishtirokchisidir. U munolarni bildirdi. Boshqa o'zak loyihalaguvchilar yanada Nvidia'ga yetish verish uchun shapashlayotganda, Nvidia shirkatining GPU sohasidagi 30 yillik tajribasi g'oyat zo'r afzallikka vakillik qiladi. U yana munolarni qo'shimcha qildi. Bu yangidan gullanayotgan soha GPUning texnik kuchli qo'llashiga erishdi. Ko'pincha ahvollarda Nvidia bu sohani asos bilan ta'minlamoqda. Nvidia yana saqliqni saqlash qatorliq texnikani asos qilmagan kasblarni hal qilish chorasi bilan ta'minlaydi. U mazkur bozorlarda oldida meng'atadi. Keskin raqobat. Nvidia'ning kasbiyligi uning o'z mahsulotlarining yuqori bahoda sota oladiganligidan darak berdi. Amaliyotda uning Tayvanda ishlab chiqarilgan o'zaklari shu qadar o'zgucha bo'lib, sun'iy idrok iqtidorini barpo qilmoqchi bo'lgan shirkatlar bu xil o'zaklarning yetarli miqdorda ishlab chiqarilmayotganligidan og'irlashmoqda. Biden hukumatining 2022-yildagi Özək və İlim-fən qanuni GPU'nun Amerika zaminidagi taraqqiyotiga turtki bo'lishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, yanala bozor kuchlarining qadimiga moslasholmaslik andishasi mavjud. Amerika savdo ministri Gina Raimondo bu hafta mundaq dedi: Sun'iy idrok shirkatlari ehtiyojli deb mo'ljallangan o'zak sonining ko'pligi kishini hang-tang qoldirdi. U yana munolarni bildirdi: Agar Amerika o'zak yasashda muhim rolchiq aylanishni umid qilsa, texmi ko'p hukumat to'liqlamasi berilish zarur. Raimondo Intel shirkatining faoliyatiga tor orqali qatnashib mundaq dedi: Menimcha, agar biz dunyoga rahbarlik qilmoqchi bo'lsak, ikkinchi avlod o'zak qonuniga yoki boshqa shakldagi sijil silinmaga ehtiyojimiz bor. Biz bu sohada bakla orqada qoldik. Diqqatimizni bu sohaga markazlashtira olmadik. Shuning bilan birga mablag' solg'uvchilarning Nvidia'ga bo'lgan qiziqishi yanada favqulodda kuchli. Gerçi ba'zilar uning muvaffaqiyatini ko'pik bo'lish mumkin deb faraz qilgan bo'lsa-mu, Wall Street'dagi nurg'un tahlilchilar uning moliya doklati mahsulotlarining hayotiy kuchga ega ekanligini isbotladi deyishdi. Goldman Sachs guruhidagi Tony Pasquariello xaridorlarga yozgan xatida ularning yadroliq sonliq ma'lumot markazining tijoriy kishini cho'chitgidek darajada sog'lom dedi. PNC'ning bosh mablag' silish mas'uli va mablag' silish ijroiya amaldori Agati mundaq dedi: Nvidia hozir texmi qimmatli bo'lg'achqa, uning moliya natijasi asosliq pay ko'rsatkichiga texmi cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, Nvidia'ning taraqqiyoti bilan pay bozorining o'sishi zich munosabatlik. Agati NBC xabarlariga yo'llagan ilxatda mundaq dedi: Nvidia bozorining kelgusi ochqichoq aylandi. Sonliq ma'lumot yangi neftdir deyilayotgan bu davrda Nvidia o'zining bu sohada yagona o'ringa ega ekanligini davomli isbotlamoqda.